Og'iringizni yengillashtiruvchi bir kichik ma'lumot. Tasavvur qiling, siz kino ko'ryapsiz. Ekrandagi qahramon esa juda yomon ahvolga tushib qolgan. Ammo siz tomoshabin sifatida bilasizki, bu shunchaki kino, ya'ni illyuziya. Aktyor aslida sog'-omon. Chiroqlari o'chsa, hammasi tugaydi. Hayotdagi qiyinchiliklarga ham shunday qarash mumkin. Birinchidan, siz tomoshabin sifatida qarashingiz mumkin. Ya'ni muammolar, pul yetishmovchiligi, kimdir bilan munosabatingiz yaxshilanmasligi yoki-da stress. Bu ekrandagi tasvirlar esa ular keladi va ketadi. Sizning ichki dunyoyingiz, ya'ni haqiqiy o'zingiz esa o'zgarmaydi. Qiyinchilikni illyuziya deb ko'rish, bu qiyin vaziyatda ham tez orada uyg'onaman. Bu ham o'tib ketadi deb o'ziga ayta olish. Xuddi kompyuter o'yinidagi qiyin bosqichga o'xshaydi. O'yinchi yutqizsa xafa bo'ladi. Qiyinchilik esa bu sizni kuchliroq qilish uchun qo'yilgan shart. Xulosa qilib aytganda, qiyinchilikni illyuziya deb bilish bu muammoni yurakka yaqin olmaslikdir. Ayni hozir qiyin bo'lyapti, bu meni butun hayotim degani emas. Bu shunchaki vaqtinchalik sahna deb fikrlashdir. Bu narsa esa xotirjamlik va muammoni yechish uchun sovuqqonlik beradi.